Aziz yurtdoshlar, agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ota-onangiz 25-65 yosh atrofida bo'lsa yoki oilangizda pensiyaga yaqinlashayotgan inson bor bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki gap oddiy yangilik haqida emas. Sizning kelajakdagi pensiyangiz, ish stajingiz, to'lovlaringiz, hujjatlaringiz va davlatdan oladigan pulingiz haqida ketmoqda. Ko'pchilik hali vaqt bor, pensiyaga chiqqanda bilib olaman deb yuradi. Lekin eng katta xatolar aynan dartimatin 20 yoshda qilinadi. 60 yoshga borganda esa ularni tuzatish qiyin bo'ladi. Men bugun sizga qonunchilikdagi muhim o'zgarishlar, pensiya va ijtimoiy ta'minot bo'yicha endi nimalarga jiddiy qarash kerakligi, kimlar xavfsiz kerakligi, kimlar xavf ostida qolishi, kimlar esa xavotir olmasligi kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham real pulni saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Oldin ko'pchilik pensiya masalasiga juda sodda qarardi. Mehnat daftarchasi bo'lsa bo'ldi. Ish joyidan ma'lumotnoma olsa bo'ldi, kerak bo'lsa tanish bilish orqali arxivdan qog'oz topiladi degan fikr bor edi. Ish haqi rasmiy ko'rsatilmasa ham oylikni qo'lga olib yurganmiz, hamma biladi-ku deb o'ylashardi. Ammo pensiya hisoblashda hamma biladi degan gap ishlamaydi. Davlat organlari faqat hujjat, elektron ma'lumot, soliq va ijtimoiy to'lovlar bazasida ko'rinayotgan raqamlarni tan oladi. Hozirgi eng katta o'zgarish shundaki, tizim tobora elektronlashib bormoqda. Ish staji, rasmiy ish haqi, soliq to'lovlari, ijtimoiy badallar, mehnat shartnomasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotlari bir-biri bilan solishtiriladi. Ya'ni siz men 20 yil ishlaganman desangiz, tizim qayerda ishlagansiz, qaysi davrda ishlagansiz, ish haqingiz qancha bo'lgan, siz uchun to'lov qilinganmi deb tekshiradi. Agar qog'ozda yoki elektron bazada iz bo'lmasa, o'sha yillar pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Mana shu jihat 40-65 yosh oralig'idagi odamlar uchun juda muhim. Chunki 25 yoshli yigit hali oldinda vaqt bor. Ishini rasmiylashtirib, xatolarni tuzatishi mumkin. Lekin 55 yoshdagi ayol yoki 60 yoshga yaqinlashayotgan erkak uchun har bir yil, har bir oy, har bir ma'lumotnoma muhim. Bitta yo'qolgan ish staji ba'zan pensiya miqdorini sezilarli kamaytiradi. Ayrim hollarda esa odam minimal staj talabiga ham yetmay qolishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitish uchun gapirmayapman. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holatlarni aytyapman. Odam 30 yil ishladim deydi. Tekshirilganda rasmiy tasdiqlanadigan staj 27 yil chiqadi. Odam 2 million so'm oylik olganman deydi, lekin hujjatda minimal ish haqi ko'rsatilgan bo'ladi. Ayol 10 yil bozorda savdo qilgan, lekin patent, soliq, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki o'zini o'zi band qilish bo'yicha rasmiy iz yo'q. Natijada u yillar pensiya uchun hisobga olinmaydi yoki juda cheklangan tartibda ko'riladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa bo'ladi? Birinchi navbatda pensiya masalasida 3 ta asosiy narsa bor. Ish staji, rasmiy daromad va hujjatning tasdiqlanishi. Shu uchalasidan bittasi yetishmasa, muammo chiqishi mumkin. Ish staji deganda odamning rasmiy ishlagan davri tushuniladi. Lekin faqat ishlaganman degan gap yetarli emas. Siz bilan mehnat shartnomasi tuzilganmi? Ishga qabul qilish buyrug'i bo'lganmi? Mehnat daftarchasiga yozilganmi? Tashkilot soliq va boshqa majburiy to'lovlarni qilganmi? Hozir u tashkilotning arxivi bormi? Mana shular muhim. Masalan, birinchi holatni olaylik. 28 yoshli aka 1995 yildan 2010 yilgacha qurilish korxonasida ishlagan. Qo'lida eski mehnat daftarchasi bor, lekin korxona yopilib ketgan. Daftarchada muhr, xira, buyruq raqamlari to'liq emas. Agar arxivdan tasdiqlovchi ma'lumot chiqmasa, pensiya jamg'armasi bu davrni qo'shimcha tekshirishi mumkin. Agar ma'lumot topilsa, muammo yo'q. Topilmasa, odam sud orqali yoki boshqa dalillar bilan isbotlashga majbur bo'lishi mumkin. Bu vaqt, asab va ba'zan xarajat degani. Ikkinchi misol. 52 yoshli opa 10 yil tikuvchilik sexida ishlagan. Oyligi yaxshi bo'lgan. Lekin ish beruvchi rasmiy ravishda minimal ish haqi ko'rsatgan, qolganini konvertda bergan. Opa hozir men aslida ko'proq olardim desa ham pensiya hisobida rasmiy ko'rsatilgan daromad asos bo'ladi. Natijada uning pensiyasi kutganidan ancha past chiqishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, bugun konvertda olingan pul ertaga pensiyada yo'qolgan pulga aylanadi. 3-misol. 45 yoshli erkak, Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda mavsumiy ishlagan. Uyiga pul yuborgan, oila boqqan,
lekin O'zbekistonda rasmiy ish staji yig'ilmagan. Agar xorijdagi ish qonuniy rasmiylashtirilmagan bo'lsa, hujjatlar bo'lmasa, pensiya hisobida bu yillar muammo bo'lishi mumkin. Ba'zi xalqaro bitimlar va tartiblar mavjud bo'lishi mumkin, lekin har bir holatda hujjat talab qilinadi. Men chet elda ishlaganman degan og'zaki gapning o'zi yetmaydi. 4-misol. 6 yoshga yaqinlashgan fuqaro haydovchilik qilgan, taksida ishlagan, lekin yillar davomida o'zini o'zi band qilmagan, yatti sifatida ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamagan. Daromad bo'lgan, lekin rasmiy iz yo'q. Bunday holatda odam men bekor yurganim yo'q-ku deydi. To'g'ri, u mehnat qilgan, lekin pensiya tizimi mehnati hujjat orqali ko'radi. Shuning uchun bugundan boshlab rasmiylashtirish kech bo'lsa ham umuman qilmaslikdan yaxshiroq. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki ichida xatolar bor odamlar. Masalan, familiya xato yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri. Ishga kirgan va chiqqan sanalarda chalkashlik bor, muhr o'qilmaydi. Ikkinchidan, eski korxonada ishlagan, lekin korxona tugatilgan odamlar. Uchinchidan, uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Quruvchi, ustachi, tikuvchi, savdogar, haydovchi, enaga, uy xizmatchisi, mavsumiy ishchi. To'rtinchidan, ayollar, ayniqsa bolalar parvarishi sabab ish faoliyati uzilgan bo'lsa. Beshinchidan, chet elda ishlagan va rasmiy hujjatlari to'liq bo'lmagan fuqarolar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Agar sizning butun ish faoliyatingiz rasmiy bo'lgan bo'lsa, mehnat shartnomangiz bor. Ish beruvchi sizni elektron tizimga kiritgan, soliq va pensiya ma'lumotlaringiz ko'rinib tursa. Ish haqi rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, sizda xavf ancha kam. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki hatto katta tashkilotlarda ham texnik xato bo'lishi mumkin. Bir harf xato yoziladi, bir oy tushib qoladi. Eski davr bazaga kiritilmaydi. Buyruq raqami noto'g'ri bo'ladi. Pensiya yoshiga yetganda buni aniqlash o'rniga bugun aniqlagan ma'qul. Yana bir juda muhim narsa, pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. Ko'pchilik 6 kirsam pensiya olaman, 50 kirsam bo'ldi deb o'ylaydi. Yosh muhim, lekin yetarli staj va rasmiy daromad bo'lmasa, pensiya miqdori past bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar minimal pensiyaga yaqin miqdor oladi. Ba'zilar esa rasmiy daromadi yuqori bo'lgani uchun yaxshiroq pensiya oladi. Farq ba'zan bir necha 100 ming so'm, ba'zan undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat bolani parvarish qilish davri. Ayollar orasida eng ko'p savol shu bo'ladi. Men bolalarimni katta qilganman. Bu stajga kiradimi degan savol juda muhim. Qonunchilikda ayrim parvarish davrlari ma'lum tartibda stajga qo'shilishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik ravishda har doim to'liq va cheksiz qo'shiladi degani emas. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat faoliyatidagi tanaffus davrlari to'g'ri ko'rsatilishi kerak. Agar hujjatlar chalkash bo'lsa, ayol o'z huquqidan to'liq foydalana olmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, harbiy xizmat. Erkaklarda harbiy xizmat davri ayrim hollarda stajga kiradi. Lekin buning uchun harbiy bilet, xizmat davrini ko'rsatuvchi ma'lumotlar sanalarning aniq bo'lishi kerak. Harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limi yoki tegishli arxivdan ma'lumot olish zarur bo'ladi. Ko'pchilik buni pensiyaga bir oy qolganda boshlaydi va vaqt yetmay qoladi. Uchinchi nozik jihat, talabalar davri. Ba'zi odamlar oliy o'quv yurtida o'qigan, yillarim stajga kiradi deb o'ylaydi. Bu masalada davr, ta'lim shakli, qonunchilikdagi o'sha paytdagi tartib, hujjatlarning holati juda muhim. Shuning uchun diplom borligining o'zi hamma vaqt avtomatik staj degani emas. Agar siz bunday davrni hisoblatmoqchi bo'lsangiz, oldindan pensiya jamg'armasi yoki may.gov.uz orqali aniqlashtiring, kerakli hujjatlarni tayyorlang. 4-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi o'zgarganda hujjatlar zanjiri uzilib qolishi. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Eski mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya, diplomda 3-ko'rinish bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, tizim bu hujjatlar bir odamga tegishli ekanini tasdiqlashda qiynaladi. Shuning uchun barcha o'zgarishlarni hujjat bilan bog'lab qo'yish kerak. 5-nozik jihat, o'zimning firmam bor edi degan holatlar. Odam tadbirkor bo'lgan, lekin o'ziga ish haqi rasmiy ko'rsatmagan. Soliq hisobotlari to'liq emas. Faoliyat vaqtincha to'xtagan, qarzdorlik bo'lgan. Tadbirkorlik qilgan davr ham har doim
avtomatik yaxshi pensiya degani emas. Agar badallar, soliqlar, daromadlar rasmiy ko'rinmasa, pensiya hisobida savollar chiqadi. Ayniqsa eski yatta faoliyati, patent asosida ishlash, ijara savdo rastasi kabi masalalarda hujjatlarni tekshirib olish kerak. 6-chi nozik jihat: nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki ijtimoiy nafaqa bilan bog'liq holatlar. Ba'zi oilalarda odam pensiya yoshiga yetmasdan sog'lig'i yomonlashadi. Bunday paytda faqat yoshga doir pensiya emas, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Lekin bu yerda ham tibbiy xulosa, mehnat qobiliyati, staj, rasmiy hujjatlar muhim. Shifokor ko'rgi TMI xulosasi davolanish hujjatlari to'liq bo'lmasa, odam o'ziga tegishli yordamni vaqtida ola olmasligi mumkin. 7-chi nozik jihat: qarindoshlar ota-onamizning hujjatlarini keyin yig'amiz deb kechiktirishi. Men ko'p oilalarda ko'rganman. Ota 33 yoshda. Hujjatlarni o'g'li yuritadi. O'g'il ish bilan band, ertaga boraman, keyingi hafta ko'raman deydi. Oradan oylar o'tadi. Natijada pensiya tayinlash kechikadi yoki kerakli hujjat topilmaydi. Ota-onaning hujjatini yig'ish faqat ota-onaning ishi emas. Bu butun oilaning mas'uliyati. 8-chi nozik jihat: arxiv ma'lumotlari. Eski zavod, kolxoz, shirkat, qurilish boshqarmasi, maktab, bog'cha, tibbiyot muassasasi, savdo tashkiloti yopilgan bo'lishi mumkin. Ularning hujjatlari tuman arxivida, viloyat arxivida yoki merosxo'r tashkilotda saqlanishi mumkin. Ba'zan hujjatlar to'liq topshirilmagan bo'ladi. Shuning uchun arxivga murojaatni imkon qadar erta qilish kerak. Chunki arxiv javobi bir kunda chiqmasligi mumkin. Endi eng muhim qism: siz bugun ertaga shu hafta ichida nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, stir, JSHR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjat. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar bir papkada tursin. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, odam stress paytida eng keraklisini topolmaydi. Ikkinchi qadam: ish stajingizni qog'ozga yozib chiqing. 15 yoshdan boshlab qayerda ishlagansiz? Qaysi yildan qaysi yilgacha? Tashkilot nomi qanday bo'lgan? Lavozimingiz nima edi? Oyligingiz rasmiy qancha ko'rsatilgan? Ishdan chiqish sanasi qachon? Hammasini daftar yoki kompyuterda jadval qilib yozing. Masalan, 1992-1992 maktabda o'qituvchi, 1992-2005 tuman kasalxonasida hamshira, 2006-2012 bozorda savdo, 2013-2024 xususiy korxonada ishchi. Shunda qaysi joyda bo'shliq borligi ko'rinadi. 3-qadam: elektron ma'lumotlarni tekshiring. MyPodGov.uz portali, davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi orqali o'zingiz haqingizdagi mavjud ma'lumotlarni aniqlang. Agar elektron raqamli imzo yoki ONID orqali kira olsangiz, ayrim ma'lumotlarni uydan turib ham ko'rish mumkin. Agar tushunmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yoki davlat xizmatlari markazi xodimidan yordam so'rang. Bu uyat emas. Bugun so'rash ertaga pul yo'qotishdan yaxshi. 4-qadam: eski ish joylaringiz bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ing. Agar tashkilot hozir ham ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Sizga ishga qabul qilingan va bo'shatilgan sanalar, lavozim, ish haqi, buyruq raqamlari ko'rsatilgan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Murojaatda to'liq ism, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, o'sha paytdagi familiyangiz, tashkilot nomi, ishlagan taxminiy yillaringizni yozing. 5-qadam: mehnat daftarchangizni sinchiklab ko'ring. Muhrlar o'qiladimi? Sanalar to'g'rimi? Ishga kirish va chiqish yozuvlari ketma-ketmi? Bekor joylar yo'qmi? Ism, familiyangiz pasport bilan mosmi? Agar xato topsangiz, o'zboshimchalik bilan tuzatmang. Mehnat daftarchasiga o'zingiz ruchka bilan kiritish katta muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatda sobiq ish beruvchi arxiv yoki vakolatli organ orqali rasmiy tasdiqlash kerak. 6-qadam: norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, darhol rasmiylash yo'lini qidiring. Agar siz ustachilik qilsangiz, taksi qilsangiz, uyda tikuvchilik qilsangiz, savdo qilsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, o'zi band qilish, yat ochish yoki mehnat shartnomasi asosida ishlash imkoniyatlarini o'rganing. Menga hozir soliq kerak emas deb o'ylamang. Siz aslida kelajakdagi pensiyangizga poydevor qo'yapsiz. Rasmiy daromad nafaqat pensiya, balki kredit olish, subsidiya, ijtimoiy yordam, bank operatsiyalari uchun ham muhim.
7-chi qadam ish beruvchingizdan rasmiy oylikni tekshiring. Agar siz 4 million so'm olsangiz, lekin hujjatda 1 million so'm ko'rsatilsa, bu ertangi pensiyangizga zarba. Ish beruvchi bilan ochiq gaplashing. Bilaman, hamma joyda bu oson emas. Lekin hech bo'lmasa vaziyatni tushuning. Rasmiy bo'lmagan qism pensiya hisobida yo'q. Bugun qo'lingizga ko'proq pul olgandek tuyuladi. Lekin ertaga 10 yillab kam pensiya olishingiz mumkin. 8-chi qadam, ota-onangizning hujjatlarini bugunoq tekshiring. Ayniqsa otangiz eptekin 60 yoshda. Onangiz 23-25 yoshda bo'lsa, kutmang. Ularni davlat xizmatlari markaziga olib boring. Pensiya jamg'armasiga maslahatga kiring. Mavjud stajni tekshirtiring. Ota-onalar ko'pincha hammasi joyida deydi. Lekin hujjatni ochib ko'rsangiz, eski ish joyi bo'yicha 7 yil tasdiqlanmagan bo'ladi. 9-chi qadam, agar rad javobi yoki tushunarsiz qaror bo'lsa, yozma javob talab qiling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan to'xtamang. Har qanday davlat organidan yozma izoh, asos, qaysi hujjat yetishmayotgani haqida ma'lumot so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga, prokuraturaga, sudga yoki huquqshunosga murojaat qilish ancha oson bo'ladi. 10-chi qadam, hujjatlarning nusxasini va elektron skanerni saqlang. Telefoningizda, fleshkada, elektron pochtada, ishonchli farzandingizda nusxa bo'lsin. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, diplom, harbiy bilet. Nikoh guvohnomasi yo'qolsa, tiklash ko'p vaqt oladi. Ayniqsa eski hujjatlar uchun nusxa juda muhim. Endi murojaatni qanday yozish kerakligini ham oddiy qilib aytaman. Agar arxivga yozsangiz, men falonchi falon sanada tug'ilganman. 1994 yildan 2001 yilgacha falon tashkilotda falon lavozimda ishlaganman. Pensiya tayinlash uchun ish stajim va ish haqini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman deb yozasiz. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi nusxasini ilova qilasiz. Murojaatni 2 nusxada tayyorlab, biriga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlang. Agar pensiya jamg'armasiga borsangiz, mening mavjud ish stajim, elektron bazadagi ma'lumotlarim. Pensiya tayinlashda yetishmayotgan hujjatlar ro'yxati bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Shunda siz taxmin bilan emas, aniq ro'yxat bilan ishlaysiz. Azizlar, bugungi gapning mazmuni bitta. Pensiya va ijtimoiy ta'minot masalasida endi keyin ko'ramiz degan davr o'tib bormoqda. Hamma narsa hujjat, elektron baza, rasmiy ish staji va rasmiy daromadga bog'lanmoqda. Bu yomon emas agar siz tayyor bo'lsangiz. Lekin tayyor bo'lmasangiz, yillar davomida qilgan mehnatingiz qog'ozda ko'rinmay qolishi mumkin. Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, hozirdan ish stajingizni tekshiring. Agar 55-65 yosh oralig'ida bo'lsangiz, bir kun ham kechiktirmang. Ota-onangiz bo'lsa, ularning hujjatlarini yig'ishga yordam bering. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylashish yo'lini toping. Eski korxonalarda ishlagan bo'lsangiz, arxiv ma'lumotlarini hozirdan oling. Kommentariyada yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya hujjatlarida muammoga duch kelganmisiz? Qaysi viloyat yoki tumanda arxiv, staj, mehnat daftarchasi bo'yicha qiyinchilik bo'lgan? Tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, aka-ukalaringizga, opa-singillaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'z aqlini yo'qotmaydi.